Xitoydan mahsulot xarid qilishda eng ko'p uchraydigan 5 ta xato va 5-xatoni biz sizga tekinga yechimini qilib berishimiz mumkin. Boshladik. Birinchi xato bu namuna olmaslik. Agar siz Xitoydan uskuna emas, tayyor mahsulot xarid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta oldindan uni namunasini olishga harakat qiling. Bu sizni vaqti kelganda ishlab chiqarilgan mahsulotni aynan namunadagidek tekshirib olishiga yordam beradi. Ikkinchi xato bu yetkazib berish shartlarini unchalik tushunmaslik. Ya'ni FOB, EXW, CIP kabi Incoterms shartlari mavjud va bularni siz to'laqonli tushunmasangiz, yukingiz kelganda yoki yukingizni logistika qilayotgan paytda sizga ortiqcha xarajatlar vujudga keltirishi mumkin. Uchinchisi bu sifat nazoratini qilmaslik. Juda ham ko'p tadbirkorlar mahsulotni buyurtma qiladi, zavodni ko'radi, ishonadi va mahsulot tayyor bo'lgandan so'ng sifat nazoratini o'tkazmaydi va mahsulot uchun 100% to'lovni amalga oshirishadi. Va qarabsizki, O'zbekistonga yetib kelgan mahsulot ayni majbur xohlagandek sifatda bo'lmaydi. O'shaning uchun mahsulot hali Xitoydaligida sifat nazoratini o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. To'rtinchi xato bu bojxona rasmiylashtiruvlarini noto'g'ri qilish. Bu nima degani? Mahsulotni xarid qilgan paytingizda uni bojxonadagi HS kodi, ya'ni Tenvet kodi bir xil va u mahsulot O'zbekistonga yetib kelgandan keyin uni kodi boshqa kod bo'lishi mumkin va bu sizga mahsulot O'zbekistonga yetib kelgandan so'ng ortiqcha xarajatlarni vujudga keltirishi mumkin. O'shaning uchun mahsulot O'zbekistonga yetib kelishidan oldin deklarant bilan maslahat qilib, uni Tenvet kodlarini aniqlab, bo'ladigan xarajatlarni oldindan aniqlab qo'ysangiz, bu sizni ortiqcha xarajatlardan xalos qiladi. Va nihoyat 5-xato va aynan bu 5-xatoni yechimini biz sizlarga tekinga berishimiz mumkin. Bu Xitoydan yetkazib beruvchilarni yetarlicha tekshirilmaganligi. Albatta, siz hamkorlik qilayotgan zavodni, korxonani litsenziyasini Xitoyning maxsus saytlari orqali tekshirish imkoniyati mavjud va bu sizga ushbu korxona qachondan beri bozorda bor, qancha ustav kapitaliga ega, rahbarlari kimlar, qayerda joylashgan va qandaydir sud ishlari bo'lganmi kabi ma'lumotlarni berishi mumkin. Agar aynan mana shu saytni va undan qanday foydalanishni bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga sayt so'zini yozing va biz sizga ushbu qo'llanmani tekinga taqdim qilamiz. Xitoy bilan savdo aloqalarida omad tilaymiz.